Bir doston oshiq bacha bilan ma'shuqa qizni dostoni. Oshiq bacha bilan ma'shuqa qiz maydalikdan bular bir-birlariga oshiq ekanlar. Bular bir-birlarini maydalikdan xohlashib, ahd va faymon qilishib, bir-birlarini ko'rib, bir-birlariga quvonib, va'da qilishib, yaxshi davronlar surib, oshiq va ma'shuqlik bilan yashab yurgan ekanlar. Bir kundan bir kun ma'shuqa qizni uyiga bir begona joydan javchilikka keladi. Ma'shuqa qizdan so'ramay ota-onasi ma'shuqa qizni bir begona joyga nomzod bo'lib qo'yadi. Ma'shuqa qiz bu bo'lgan ishdan xabar topib, zori giryon yig'lab, qancha ro'zlab oshiq bachadan yashirib yuradi. Ammo oshiq bacha har ko'rganda, har gaplashganda aytadi: "Ey jonginam, ey meni birdonam, mendan gapingni yashirasan, nima gaping bor? Aytmaysan. Dardingni aytgin, men ham seni dardingga birla kuyaman" dedi oshiq bacha. Ma'shuqa qiz majbur bo'ldi, aytdi: "Ey meni jonim, siz meni bag'ishlang. Ota-onam meni boshqa bir taga nomzod bo'ldilar. Men sizdan o'sha gapni yashiraman. Majbur bo'ldim ota-onamni qilgan ishi. Nima qilsangiz, o'ldirsangiz ham men rozi" deb oshiq bachadan ma'shuqa qiz mazratxoyi qildi. Oshiq bacha bu gapni eshitib jigarxon bo'ldi, yig'ladi. Ko'zlaridan yoshlar keldi. Chorasini topmadi, boz ham ma'shuqa qizni quchoqlab aytdi: "Ey meni jonim, sen meni birdonamsan. Endi bo'lgan ish bo'libdi. Men senga nima deysam ham joy tutmaydi" deb boz ham yig'lab o'ltirdi. Ana shu gap bilan qancha ro'zlar o'rtadan o'tadi. Bir kun boz ham ma'shuqa qiz oshiq bachaga zang urib kelib aytadi: "Ey meni sevgilim, xafa bo'lib yig'lab yurmang. Men u nomzod bo'lgan kishiga tegmayman. Men faqat siz bilan bo'laman. Meni jonim chiqsa ham siz uchun chiqsin" deb zori giryon yig'lab oshiq bachani ma'shuqa qiz jigarxon qiladi. Bir xondani judoyi savol va javob viloyati Taxor qariyai Begoboddan, hozir mamlakati Erondan farmoyish bergan inog'amiz shaxsan Navoiyjonda o'z farmoyishiga taqdim bo'ladi. Uni sevgilisi viloyati Taxor Ulusvoliye Bahora qariyai Badaxshi qishloq katta madrasadan Noziyajonda ham farmoyishlar bor. Bu dostonni qolganini yagona shoirim shoir Salovatjon Betob Baxtiyoriy iskitbozda yozgan she'rlari bilan yordamda shirin ovozi bilan tinglaymiz do'stlarim. Savol Navoiyjondan. Jigarxon qilib jonim, sen meni qilding kabob. Agar g'amingdan o'lsam, o'lmog'imga sen sabab. Agar g'amingdan o'lsam, o'lmog'imga sen sabab. Qancha va'dalar berib, sen meni ketding tashlab. Aytarman so'zlarimni, qara ko'zimni yashlab. Aksingni ko'rarman jonim, qara ko'zimni yashlab. Shunday qo'shiqlar uchun yagona shoirimiz shoir Salovatjon Betob Baxtiyoriy iskitboz bilan ham tamas bo'linglar. 0706 65 17 11. Navoiyjonda sevgilisi Noziya qizdan javob. Sizing bilan bo'lmadim, yuragimda armonim. Ko'zlaringni yashladim, bag'ishlang meni jonim. Ko'zlaringni yashladim, bag'ishlang meni jonim. Hanuzam yo'lingizda bo'lib yurman tamokin. İnşallah sizden bo'laman jonim, siz bo'lmang g'amgin. İnşallah sizden bo'laman jonim, siz bo'lmang g'amgin.
Navichandan qo'lingga xanjar olov kelgin yuraklarim til o'sha nomzod bo'lganingda endi o'zing qabul qil o'sha nomzod bo'lganing endi o'zing qabul qil jonim chiqib qoladi yoddan chiqarsam seni endi seni nomzoding bor nima qilarsan mani endi seni nomzoding bor nima qilarsan mani Navichan'da sevgilisi Naziye kızdan cevap Dünyadan bezar bulup canımga kafan kiyaman Ömrümden bir roz kalsa ahir sizga tiyaman Ömrümden bir roz kalsa canım sizga tiyaman Arman bo'lar bu dunyo bir roz o'ynab kulmasam zindalik bakor emas sizing bilan bo'lmasam zindalik kerak emas sizing bilan bo'lmasam savol Navichandan Navichan yig'lab aytar endi qilma umidvor man bezor oshiqlikdan so'zimga qilgin bavar man bezor oshiqlikdan gapimga qilgin bavar Ateşinge tutaşıp yandı dilimni naqshi Mundaq oshiq bo'lganimdan o'lib ketganim yaxshi Munday oshiq bo'lganimdan o'lib ketganim yaxshi Navichan'da sevgilisi Naziye kızdan cevap Söz uchun g'amgin bo'lib yoshdan to'ldim ko'zimni Haysiz bezor bo'lsangiz o'ldirarman o'zimni Haysiz bezor bo'lsangiz o'ldirarman o'zimni Mani ichimni yaqib qilmang mani xorozor Agar siz bo'lmasangiz bu dunyo nega bakor Agar siz bo'lmasangiz bu dunyo nega bakor